Farg'onadan gapiramiz. O'rdak tozalaganlaringizni ham protsesslarni bir video qilib qo'ying dedi. Bu videoni qo'yganimda bor, yig'lab o'tirib tozalaganman do'stim ham. Rosa ham qiyin ekan. Ishoninglar, rosa ham qiyin ekan. Apparat olganmiz. Hozir bir apparat bilan o'lchab. Tajribasi yo'q odam joni chiqib ketar ekan bor-ku. Men rostdan o'zim qiynaldim. Oila a'zoyim bilan chaqirdim, kelinglar yordamga deb. Ular ham qiynalib ketdi. Baribir tajribamiz hali kam, shuning uchun iloji stanok oldik. Bir stanokni ko'ringlar-da. Ashim bilan endi bitta video qo'ysak bo'ladi. Ruchnoy rostdan qiyin ekan. Bir ko'ring-da. Akalar, kilo berdim. Bu mana stanok. Qanaqa bitta narsa bo'lishi kerak. Stanoklarda bor fit-filyon qilib bor ekan. Mana. Mana shuni kattasini oldik. Mana shuni kattasidan oldik. Suv kiradigan, mana teshiklardan pissilab suv sepib turar ekan, suv sepish shart ekan. Endi buni protsessda ishlatib turamiz, xudo xolasa. Mana aylanadi, va xudo xolasa yulinadi. 100% tozalab olmaydi-yu, lekin har qalay 70% tozalansa ham bizning yutug'imiz, chunki haqiqatan ham qiyin ekan o'rdak tozalash. Nasib bo'lsa qiziq videolar hali oldinda bo'ladi. Videosini qo'yaman xudo xolasa, tozalash prosesslarini.